başları, ziyalılar, rəhbərlər. Hazır qurultayının başlanışı aldıda, az biz məyək prezidiumga bizning mimarlarni təklif qilaylik. Қазақстан Халқы Ассамблеясының рәисінің орынбасары, Cumhuriyetlik Uyghur Medeniyet Merkezi'nin rəisi Almut Şəhərlik Maslahatının deputatı Ahmetcan Bəkirim oğlu Şardinovni, Қазақстан Parlament Majlisinin deputatı Murat Ahmadiyev, Қазақстан Халқы Ассамблеяның Janubi region boyunca rəhbəri Gabit Nuradil, Almuta vilayetlik Қазақстан Халқы Ассамблеяның rəisi Gabit Tursunbay, Almuta Şəhərlik Қазақстан Халқы Kiçik Assambleyaның başlığı Aliya Jaqub qızı, Ataqlıq alım Rabik İsmailov, Uyghur Avazının baş muhariri, Қазақстан Jurnalistlar Akademiyasının akademiki Yoldaş Azamatov, Cumhuriyetlik Uyghur Medeniyet Merkezi'nin reisi birinci orunbasar Қазақстан Халқы Ассамблеяның azası Asımcan Zlavdinov, Almuta Şəhərlik Uyghur Medeniyet Merkezi'nin reisi Abdullah Mushurov, Quddus Qojimyarov namıdaki Cumhuriyetlik Uyghur Teatrının müdiri Adılcan Canbakiyev, Dünya Uyghur Kurultayının reisinin orunbasarı Qahırman Qajimberdiyev, Cumhuriyetlik Uyghur Jigit Başının Cemiyetinin reisi Abdurşit Maksutov, Almut Şəhərlik Bəylanın Kengişinin reisi İnancan Xudayberdiyev, Cumhuriyetlik Meşrep'nin reisi Talat Nadirovlarni çavaqmen təklif qilaylik. Başlanışını aldı da Məyədə mandatlı komissiyanın reisi Tursun Raziyev Meşədə kəgə adamlarının tizimini oxub çıxsaq. Assalamu alaikum. Hürmetlik cemaat. Bugün jığınğı qatnaşqıçılar Astana şəhərindən 3 adam, Almut şəhəri 280 adam, Çimkent şəhəri 3 adam, Karasay nahiyesi 20 adam, Jambul nahiyesi 5 adam, Emgekçi Kazak nahiyesi 36 adam, Uygur nahiyesi 19 adam, Talgar nahiyesi 30 adam, Panfilov nahiyesi 32 adam ve Bişkek şehirde Meyman Katar'da 4 adam. Umumi sani 432 adam katışıvatını. Rahmet Tursun aka. Endi biz 500 adamni teklif qilgan, 232 adam keldi. Shu uchun yig'inga quvorum bor. Shu qurultayni echishga ruxsat qilinglar. Endi biz birinchi kun tartibini qabul qilaylik. Aldigan qo'shilgan narsalar bo'lsa, meshada hozirlashma basida qo'shimiz. Birinchi, Cumhuriyetlik Uyghur Jigit Başının jamiyatini faoliyat doirasida belgilash. Қазақстандагы millatlar aro do'stlik va razimallikni texnik mustahkamlash yo'lida Cumhuriyetlik Uyghur Medeniyet Merkezi'nin bilan zich faoliyat elib berish. Ana tilda bilim elishning afzalliklarini tushuntirish maqsadida aholi orasida tashviqot ishlarini keng qanot yaydirish. Uyghur Avaz gezitining va Quddus Qojimyarov nomidagi Cumhuriyetlik Uyghur teatrining faoliyatlarini yaqindan yordamlashish ve milli urf-odatlarimizni yerlik sharoitlariga hisobga olgan holda ma'lum o'lchamga keltirish. Bu birinchi 4 punkt uning ichiga kirdi. Ikkinchi, Jigit Başının institutining qurulmasini texnik mukammallashtirish. Uchinchi, har xil masalalar. Endi mushu kun tartibiga qo'shilgan oldigan bormi fikrlar? Yo'q. Anda bo'lsa ovoz qisalaylik. Mushu kun tartibini qabul qilishga qo'llaydiganlar qo'l ko'tarsanglar. Qarshi chiqqanlar betaraf.
Hürmetlik jigit başları, ziyalılar, rehberler. Cumhuriyetlik Uyghur Medeniyet Merkezi'nin yanındaki Uyghur jigit başlarının cemiyetinin birinci kurultayının kararı. Birinci, Kazakistan devletinin bulup mu elimiz prezidenti Nursultan Abishoğlu Nazarbayev'nin dünya etiraf kılgan en çoğun utuqlarının biri elimizdeki millet ara dostluk, razimellik ve mukumluk ekenligini ma'lum. Şu tüpeyli Kazakistan en inovatlik xalqaro tashkilotlarning biri bo'lgan Yevropa bexatarlik ve hamkorlik tashkilotlarining yaqindagi yildagi raisi bo'ldi. Uyghur jigit başları jamiyati elimizning mushu utug'ini texim mustahkamlash yo'lida Cumhuriyetlik Uyghur Medeniyet Merkezi'nin bilan zich faoliyat elib bordi. İkinci, Kazakistan Cumhuriyeti mustaqillikning 20 yillik nishonlash bo'yicha Cumhuriyet dairesida bo'yicha har xil chora tadbirlarni uyushtirish. Üçüncü, milliy mavjudligimizni kapaleti hem Kazak xalqi bilan Uyg'ur xalqining tarixiy do'stligini va qarindoshligining bir yarkin dalili elimizdagi Uyg'ur tilida bilim beradigan maktablardir. Uyg'ur jigit başları jamiyati ana tilida bilim elishning afzalliklarini tushuntirish maqsadida aholi orasida tashviqot ishlarini keng qanot yaydirdi. Dördüncü, Kazakistan'daki Uygurlarning madaniy hayotining ajralmaz bir qismlar bo'lgan Uyg'ur Ovoz gazeti ve Quddus Qo'jimyarov nomidagi Cumhuriyetlik Uyg'ur teatrining faoliyatlariga yaqin yordamlashish. Beshinchi, milliy kimligimizning muhim ko'rinish bo'lgan urf-odatlarimizni yerlik sharoitlarni hisobga olgan holda ma'lum o'lchamga keltirish uchun faoliyat elib bordi. Altıncı, jigit başları institutning qurulmasini texnik mukammallashtirish maqsadida joy-joylarda sho'balarning faoliyatini jonlantirish. Shu uchun mushnu bilan bizning bugungi qurultayimiz oyoqlashdi. Oxirida bizning mushu drujbaning bosh imomi Abduqul Hojim bir cho'ng duo qilsa, hammamiz endiki yilda mushtaq bir qurultaylarga o'tishga hammamiz omon bo'laylik.